Aziz bolajonlar, bugun men sizlarga dars qilishni yoqtirmaydigan Jasur va Quyoncha haqida aytib beraman. Bir qishloqda Jasur ismli bola bor edi. U o'ynashni juda yaxshi ko'rar, ammo dars qilishni yoqtirmas edi. Keyinroq qilaman deb daftarlarini bir chetga surib qo'yardi. Bir kuni ustoz sinfga kirib dedi: "Kim dars qilsa, ertaga savollarga oson javob beradi." Ertasi kuni Jasur savollarga javob bera olmadi. Do'stlari esa ishonch bilan javob berishdi. Jasur xijolat bo'lib qoldi. Kechqurun u otasidan so'radi: "Nega men bilmadim?" Otasi jilmayib dedi: "O'g'lim, dars qilmagan bola yo'lsiz yo'lovchiga o'xshaydi. Yo'lsiz odam manzilga yeta olmaydi." Shundan keyin Jasur har kuni oz-ozdan dars qila boshladi. Oradan vaqt o'tib, u sinfdagi eng faol bolalardan biriga aylandi. Bolajonlarim, bilim mehnat bilan keladi. Bugun qilinmagan dars ertangi pushaymon. Xo'sh, Quyoncha haqida ham qiziqyapsizmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Quyoncha quloqvoy bor ekan. U sakrab o'ynashni juda yaxshi ko'rar, ammo dars qilishni yoqtirmas ekan. "Dars zerikarli, o'yin yaxshiroq" der ekan u. Bir kuni boyqush ustoz savol beribdi. Hamma hayvonchalar javob beribdi, faqat quloqvoy jim qolibdi. Quyoncha xafa bo'lib, toshbaqa do'stidan so'rabdi: "Sen qanday qilding? Qanday qilib hammasini bilding?" Toshbaqa sekin kulibdi: "Men har kuni ozgina dars qilaman-da." Shundan keyin quloqvoy ham har kuni 5 daqiqa dars qila boshlabdi. Oradan vaqt o'tib, u hamma savollarga javob bera oladigan bo'libdi. Dars qilgan bola aqlli bo'ladi, dars qilmagan afsusda qoladi.